Turkiyaga ishga joylashish uchun 5 ta qadam. Birinchi, pasport muddati. Turkiyaga kirishda pasportingiz amal qilish muddati kamida 150 kun bo'lishi kerak. Ikkinchi, yozma mehnat shartnomasi. Ishga kirishdan oldin ish beruvchingiz bilan yozma mehnat shartnomasi tuzing. Unda lavozim, ish haqqi va shartnoma muddati aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Kerak bo'lsa, tarjimon yordamidan foydalaning. Uchinchi qadam, ish vizasini rasmiylashtirish. Shartnoma imzolangandan so'ng hujjatlarni rasmiylashtirish boshlanadi. Siz Turkiya konsulxonasiga yoki vizalar markaziga ish vizasi uchun ariza topshirasiz. Ish beruvchi esa siz ariza topshirgan kundan boshlab 10 kun ichida hujjatlarni Turkiya Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligiga topshirishi shart. 4-qadam, ishlashga ruxsatnoma olish. Ishlashga ruxsatnoma sizning kelajakdagi ish beruvchingiz tomonidan Turkiya Mehnat vazirligidan olinadi. Ruxsatnoma dastlab 1 yil muddatga beriladi, keyinchalik uzaytirilishi mumkin. 5-qadam esa Turkiyaga kirish va yashash ruxsatnomasini olish. Ish vizasini olganingizdan so'ng Turkiyaga kirish mumkin. Kelgan kundan boshlab 30 kun ichida Turkiya migratsiya boshqarmasidan yashash uchun ruxsatnoma olishingiz shart bo'ladi.